Bugun siz bilan vaqt ortiga sayohat qilamiz. Qadim zamonlarda bugungi Buxoro qumlari ostida chuqur va serhayot okean to'lqinlari mavjudgan. Ismini eshitganmisiz? Tetis okeani. Bu yaratganning buyuk mo'jizalaridan biri bo'lib, yer sharining katta qismini qamrab olgan ulkan suv dengizi edi. Geologik manbalarga ko'ra bu okean Paleozoy va Mezozoy davrlarida mavjud bo'lgan. Keyinchalik plitalar harakati natijasida bugungi quruqliklar Afrika, Osiyo va Yevropa shakllangan. Markaziy Osiyo, xususan Buxoro ham aynan shu qadimiy dengiz tubida joylashgan edi. Bugungi kunda esa Tetisning izlari Buxoro cho'llari, tosh qatlamlari, marjon va ammonit qoldiqlari, shuningdek tuz va gaz konlari ko'rinishida saqlanib qolgan. Geologlar bu hududlardan qadimiy dengiz hayvonlari qoldiqlarini topmoqda. Neft va fosfatlar esa o'sha qadimiy okean hayotining mahsulidir. Ammo qiziq bir savol tug'iladi. Bular faqat ilmiy taxminmi yoki bu haqiqatni ilohiy manbalar ham tasdiqlaydimi? Qur'oni Karimda dengizlar va suv osti hayoti haqida oyatlar bor. U yangi go'sht, baliq go'shti yeyishingiz va taqadigan taqinchoqlar chiqarib olishingiz uchun dengizni sizlarga bo'ysundirib qo'ygan zotdir. Unda suvni yorib ketayotgan kemalarni ko'rasiz. Uning fazlidan rizq izlab shukr qilishingiz uchun. Nahl surasi 14-oyat. Bu oyat faqat hozirgi dengizlarga emas, balki qadimgi dengizlar haqidagi haqiqatlarga ham ishora qilishi mumkin. Chunki yaratganning ilmi barcha zamon va makonni qamrab oladi. Yana bir oyatda shunday deyiladi: siz tog'larni harakatsiz qotib turgan deb o'ylarsiz, holbuki ular bulutlar kabi yurarlar. Bu barcha narsalarni puxta qilgan zot Allohning san'atidir. Albatta, u zot sizlarning barcha amallaringizdan xabardordir. Naml surasi 88-oyat. Bu oyat geologik harakatlar, ya'ni plitalarning silishishi, tog'lar paydo bo'lishi va qadimiy dengizlarning qurishini ramziy tarzda tasvirlaydi. Bu esa Tetis okeanining yo'qolib, uning o'rnida Buxoro kabi yerlar yuzaga kelganini Qur'oni Karim orqali ham anglash mumkinligini ko'rsatadi. Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, har bir qum donasi tarixning sukunatdagi guvohidir. Bugungi Buxoroning har bir qatlami, har bir toshi qadimdagi hayotdan, Tetis okeani to'lqinlaridan, dengiz ostidagi mavjudotlar va harakatdagi yer platalaridan hikoya qiladi. Ilm bizga voqelikni ochadi, din esa unga ma'no beradi va shu ikki haqiqat chorrahasi bizni o'zimizni, tariximizni va yaratganning qudratini chuqurroq anglash sari yetaklaydi. Demak, Buxoro nafaqat ilm, adabiyot va din markazi, balki geologik jihatdan ham mo'jizaviy maskandir. U hanuz sirli jimlik bag'rida asrlar sadosini saqlab turibdi.